Hello amaya, bugun sizlar bilan Uzboy bo'ladi. Bugungi videomizda top 5 ta modlar haqida bo'ladi. Bugungi videomiz u modlar 3 tasi oddiy kartaga qo'shiladigan modlar, 2 tasi karta modi. Xo'sh, bu modlar juda ham qiziq. 2 ta horror, bitta qurol modi va 2 ta karta. Juda ham zo'r modlar. Sizlarga tavsiya qilaman. U modlarni Telegram, Minecraft, Uzbo modlar kanalidan topishingiz mumkin. Juda ham zo'r mod kanal. Men ham o'zim mod kanalimni ochmoqchi edim, afsuski sharoit bo'lmadi. Sharoit bo'lmadi emas, sharoit bor. Endi nima desak bo'ladi? Telefonda o'zi kanallar juda ham ko'p. Xo'sh, mana kartaga kirib bo'ldik. Mana bu horror modlarimizni birinchisi Zemimiker. Bu Herobrine bo'ladi-yu, o'sha Herobrinening qanaqadir mutanti. Keyingisi esa Z-Man. Bu qanday yaralganini bilmayman, lekin bu ham juda zo'r mod. O'tgan safar men bu bir amakim bilan o'ynagan edim. Pizda zo'r ekan. Men kayf qo'raslar bu modlar o'ynasalaringiz. Unda qurol modi keyin. Masalan, uni karyak. Normalligini jonolar, hozir uni qo'yib bitta o'ldirib qo'ya qaranglar buni. Men keyin granata modi bor. Shu qurol modi bilan birga qo'shiladi. Ben kuchli. O'sha masalada nima kerak ko'rsatib beraman. Debla bo'lmaydi. Mimikir gapiryapti-ne. Qanaqadir qo'shiq aytyapti. Xo'sh, endi qolgan 2 ta modni ko'rsataman. Ularning birinchisi Bedwars karta, ikkinchisi esa parkour karta. Xo'sh, mana endi kartalar bilan tanishamiz. Mana birinchisi bu parkour karta. Uzr, katta deb yuboribman. Xo'sh, parkour kartaga kiramiz va men sizlarga uni ko'rsataman. Juda ham zo'r mod. YouTube'ga anchadan beri video chiqarmayotganim sababi mening internetim yo'q edi. O'zi kecha yaqindagina shotimga pul tashladi. Mana endi videolar ko'proq bo'ladi. Kechani o'zida 2 ta yoki 3 ta video qo'ydim. Aktiv yo'q. Aktiv juda ham tushib ketgan. Xo'sh, keyin men yangi kanal ochdim. Erkinov Play degan u kanallarda Orif Playga o'xshagan horror o'yinlar haqida videolar chiqadi va Minecraftga horror modlar haqida. Xo'sh, mana kirib oldik. Mana parkour karta. Bemalol bu yerda parkour qilishingiz mumkin. Hoppa. Yebla tushib ketdim. Xo'sh, keyingi videomiz ertaga chiqishi mumkin. Videomizda menimcha horror modlar haqida olaman. Juda ham horror mod bo'ladi. Bilet. Parkour qilmaganimga ancha o'qib ketdi-da. PUBG o'ynayapman, Minecraftga kirmay qo'ydim-da. PUBG shuning uchun kamroq o'ynash kerak. O'sha menga o'sha parkour qilolmay qolasizlar. Короче, bu karta mana men sizlarga ko'rsatdim. Mana endi bu hozir parkour kartamiz tepaga chiqqan. Parkour qilib boshlashingiz kerak. Tepaga chiqsangiz sizlarga sovringa o'xshagan narsa beradi. Keyingisi mana Bedwars karta. Bu yerda do'stingiz bilan bemalol Minecraftda multiplayer rejimida o'ynashingiz mumkin. Men o'tgan safar hozir boyagi video deb mana shu video davomida aytgan amakim bilan o'ynab ko'rdim. Menga uydagilarim telefon qilib qoladi, amakim meni divanimni afsuski buzib ketibdi. Kresaga o'xshab. Lekin u 5-1 ga yutdim men uni. Bir marta o'sha uydagilarim telefon qilgandan foydalanib qoldi. Xo'sh, ertaga modlar haqida video bo'lsinmi yoki nima desam bo'ladi, horror mod haqida bo'lsinmi yoki mana shunaqa modlarni tanishtiraymi? Horror mod bilan videolar yoki mana shunaqa modlarni tanishtiray. Uni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Yerga tushib ketdim. Mana Bedwars karta juda ham zo'r. Keyin siz sherigingiz bo'lmagan payti bunda ham kichkinagina parkurchi bor. Mana bu yerda bemalol parkur qilsangiz bo'ladi. Har bir Bedwars kartada o'zi bu narsa bo'ladi menimcha. Bile aytdim-ku, ko'p PUBG o'ynab qo'yganman. Ko'p PUBG yoshlar qo'yadi. Endi kamroq o'ynayman. Ko'proq Minecraft o'ynayman. Qani ketdik bo'lmasa. Hoppa, ana. Pastimizda bu nima deydi? Center joyi.
Mana bu yoqlarda divanlar bo'ladi. Bedwars o'ynab ko'rganlar oramizda qancha kommentariyada uni ham yozib qoldiramiz. Bo'lmasa bizning videomiz tugadi. Hammaga xayr, sog' omon bo'linglar.